Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, bugun sizlarga mana shu o'zimiz ishlab chiqaradigan gazoblok haqida ma'lumot beraman. Xo'p, Samarqandda joylashganmiz azizlar. Sayohatda dagi tomonga o'zimiz 5 yildan beri gazoblok ishlab chiqaramiz. Bu yerga polni anaqa sertifitsirованный оборудование olib kelganmiz. Rossiya texnologiyasi bo'yicha, Rossiya retseptlari bo'yicha o'zimiz ishlab chiqaramiz. Markasi juda ham baquvvat. 550 anaqa ishlatamiz, sement ishlatamiz va qolgan dorilarni ham o'sha Xitoyniki, Rossiyalarnikini ham solamiz. Xo'p, gazobloklarimiz mana shunaqa hozir bitta yana obyektimizga ketyapti. Bu obyektimiz bitta qurilish tashkiloti olyapti, akalarimiz o'zlarining qurilishlariga. Xo'p, mana shunaqa strechlaydi bolalar, poddoniga taxlaydi chiroyli qilib. Keyin ortib beramiz, mana shunaqa karalar bilan chiroyli olib boradi. Razmerlarimiz 10likdan boshlab 30 gacha bor. Hozir sizlarga narxlari bilan tushuntiraman. Xo'p. Hozir 10ligimiz, 12ligimiz, 15ligimiz bor. Keyin 20, 25, 30ligimiz bor. Mana bu o'nga 30 olmuş bo'ladi. Qalinligi 10 cm, balandligi 30, uzunligi olmuş. Xo'p. Hozirgi kundagi narxi. Donaga aytadigan bo'lsa agar, hozir donasini men tak aytaman 1 minut. Tak 10ligimizni donasi 9,5 ming ekan. Keyin 12ligimiz bormi bu yoqda? Hozir 12ligimiz mana bu tomon, mana bu tomon ham menimcha 10lik bo'lsa kerak. 12lik menimcha bu yoqqa qolmagan. 12ligimiz yo'q. Atak narxini aytaman перегородка uchun donasi 12 ming, keyin 15ligimiz bor. Mana bu уже 15 bo'lyapti. 15 ga 30 olmuş. Tak qalinligi 15 bo'ladi, uzunligi balandligi 30, uzunligi esa olmuş. 15ligimizni narxini aytaman. Buni bir donasi hozir kunda 14 ming so'm. Bloklar afshi juda ham mustahkam. Mana geometriyasini ko'rsangiz agar, mana tep-tekis. Mana bunaqa qo'ysam agar, uyga tergandan keyin juda ham tep-tekis chiqadi. Chunki anaqa apparatlarimiz juda ham anaqa yaxshi kesadi. Hammasi sertifitsirованный apparatlar. Mana ko'rib turganingizdek. Tak, undan keyin 20lik razmerimiz bor. Mana shu 20 ga 30 olmuş bo'ladi. Mana bu yoqqa strech qilmagani bor, mana bu yoqda ekan. Yana 20lik razmerimiz. Hozir kundagi narxi donasi 19 ming bo'lyapti. Tak, qalinligi 20 bo'ladi, balandligi 30, uzunligi 60 bo'ladi. Donasi 19 ming so'm. Mana shunaqa holatda bo'ladi mana. Blokchalar lekin afshi uyni qilgandan keyin issiq sovuni ham juda zo'r ishlaydi. Fundamentga yengillik ham bo'ladi. Keyin devolis qiyshiq ham bo'lmaydi, keyin terish ham juda tez ko'tariladi. Xo'p, undan keyingi razmerimiz 25lik razmer. Mana bu yoqda 25lik razmerimiz menimcha yo'q, bu 30 ga 30 bo'lsa kerak. Xullas 25ligimiz mana bu ekan. Mana bu 25 ga 30 bo'ladi. Xo'p, buni hozir 25ligimizning narxi donasi 23500 so'm. Keyin esa mana bu yoqda 30 ga 30imiz bor. Mana bu 30 ga 30imiz, o'sha donasi 28500 so'm. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa bolalar hammasini paletlar chiqarib qo'ygan. Azizlar, bu narxlar hozir 2026 avgustning narxlari. Endi ba'ziga sement oshadi narxi, ba'ziga qumning narxi oshadi, o'shanga qarab narxi o'ynab turadi, lekin hozirgi paytda narxlarimiz shunaqa. Mana bu yoqda o'zi ko'tarib qo'ygan, terib qo'yganlari bor bolalarni. Mana shunaqa toza qumlarimiz keladi. Qumlarimiz yana mana yoqqa elanadi. Оборудование полный mana shu bunkerimizga почти 50 tonnadan ziyod sement keladi. Huaksin sement yaxshisidan ishlatamiz. Mana yoqqa polni hammasi avtomat. Mana yoqqa pechkalarimiz bor. Mana shu to'kilgandan keyin pechkaning ichiga kiradi. Pechkani ham usti sandvich qilganmiz. Juda issiq sovuni yaxshi edi. O'zimizda gazoblok bilan pechka qilganmiz. Mana shu ikkita pechkamizga pishib chiqadi bu narsa. Xo'p, undan tashqari men hozir ximikatlarni ko'rsataman. Mana yoqqa alyuminiy pudra, bu rossiyskiy pasta emas. Azizlar, bunga pudra solamiz, juda qimmat narsa turadi. Keyin kauchskiy soda, mana Xitoyniki, kauchskiy soda Xitoyniki solamiz. Mana. Keyin yana bir ikkita ximikatlari bor. Mana shunaqa ximikatlarni solib, xullas mana shunaqa chiroyli spetsialniy mana shunaqa yaxshi оборудованияларga ishlab chiqaramiz. Xo'p, hozir men yana bitta reskamizni ham ko'rsataman sizlarga. Bu yerda reskamiz ham bor. Nima uchun geometriyasi idealligini mana shu hozir reska sizga aytadi. Negaki ko'pchilik buni qo'lga kesadi, u bu qiladi, razmerlari har xil o'ynaydi. Bizlarniki esa mana shu ikkita avtomat reskamiz bor. Mana shu avtomat reskalarimiz bir xil geometriyaga kesadi. Shuning uchun razmeri o'ynamaydi azizlar. Xo'p, mana bu yerda bir emas, ikkita reskamiz bor.
Ko'rib turganingizdek, razmerlari mana shu trosga har xil razmerlar qo'yib, mana o'zi 20 lik turibdi. 20 lik qo'ygan, bu yerda 10 lik qo'ygan. Mana shu holat razmer kesadi reska. Ya'ni bu mana bu pastga tushadi. Hozir agar yoqib bo'lsa, bitta yoqib ko'rsataman. Tak. Bu tushadyapti pastga mana. Pastga tushib kesadi. Buni bossa agar mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Pastga yurib boradi. Kesib boradi pastga qarab. Unda qilsak endi tepaga ko'tariladi mana. Tepaga ko'tarilyapti. Mana shuning uchun pastga kesib tushib tepaga ko'tariladi. O'shuning uchun razmeri o'ynamaydi. Chunki bular hammasi millimetrgacha moslashtirib reskalarni tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, mana bu esa gazoblokning tepasidan отход chiqadi. Mana shu отходni biz musorga tashlamasdan mana shunaqa press nimamiz bor, apparatchamiz bor. Musorga tashlamasdan mana shunaqa blokchalar qilamiz. Bu ham juda mustahkam. Musorni o'rniga mana shunaqa buni ham sotamiz, gapning to'g'risi. Donasini 2,5 mingdan sotyapmiz. Xo'p, azizlar, mana shunaqa mustahkam sertifikatga ega bu gazobloklarimiz. Talablarga javob beradi. Agar uy ko'tarmoqchi bo'lsangiz, agar mana shu gazoblok bilan qilsangiz, agar birinchidan issiq sovuqni yaxshi ushlaydi. Ikkinchidan fundamentga nagruzka tushmaydi. Uchinchidan juda tez bo'ladi qurilishi. To'rtinchidan fasadingiz juda silliq bo'lib chiqadi. Дополнительный shkaturka, anaqa narsalar kerak bo'lmaydi. O'shaning uchun sizlarga maslahat beraman. Mana shu issiq sovuqni ham yozda salqin, qishda esa issiqgina uylarga yashaysiz. Shuning uchun hozir zamon talabi ko'pchilik shu gazoblok bilan qilyapti. Mana shu siz ham gazoblok olib uy ko'tarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shu pastga raqamlarimizni qo'yaman. Shu pastdagi raqamlarimiz orqali bog'lansangiz agar, bolalar yana rasmlarni, kataloglarini tashlab beradi. Adresingizni aytsangiz agar, dastavkasini moshin gaplashib, mana shunaqa moshinlarni gaplashib beramiz. Moshinni gaplashib, polni uyingizga, adresingizga xohlasangiz kranga tushirib olasiz. Xohlasangiz agar anaqa kamazlarimiz bor. Shu kamazlarni gaplashsangiz agar dushni tushirib olsangiz ham bo'ladi. Sizga qanaqa qulay bo'lsa, faqat dastavkasi alohida bo'ladi. Biz shofir top beramiz, shofir bilan kelishib, bemalol yuklaringizni olib ketsalaringiz bo'ladi. Azizlar, pastga raqam qo'yaman. Uzoq safarlarda bo'lsangiz agar, pastdagi raqamga Telegram, WhatsAppimiz bor. Shu raqamlarga murojaat qilib, bemalol uy ko'tarmoqchi bo'lsangiz, mana shu bizlarning gazobloklardan original sifatli mustahkam gazobloklardan xarid qilib uylaringizni ko'tarsangiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'ying azizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yangi videolarimiz mana shu kanalga joylab boramiz. Azizlar, yana bitta narsa, bizlarga bu hozir endi gazoblokni obzorini qilyapman, lekin bizlarga mana shunaqa fasadni g'ishtlarimiz ham ko'p. Mana ko'rib turganingizdek, bu ba'zi основной g'ishtga g'ishtdan anaqa Rossiya, Eron, Turkman, Polsha har qaysi davlatlardan g'ishtlar olib kelamiz. Bu endi fasadni narsalar hammasi. Bularning videosini men kanalimga joylab qo'yganman. Agar qanaqadir sizning fasadingizga ham biror narsa mahsulotimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqa videolarimizni ko'rsangiz agar, boshqa videolarimizda fasadni g'ishtlarimiz haqida ma'lumotlarni berganmiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like ni ayamaysizlar. Obuna bo'lib qo'yishni eslaringizdan chiqaramanglar. Amalingizga rahmat.